Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, bir rossiyalik jurnalist Rossiya Markaziy Osiyoni bosib olishi kerak degan gapni aytdi. Bundan oldinroq O'zbek prezidenti Amerikaga 100 milliard investitsiya to'lab keldi. Bir tomonda Xitoy turibdi. Rossiya rostdan Markaziy Osiyoni bosib olishga harakat qilishi mumkinmi? Hozirgi paytda o'zi Markaziy Osiyo Rossiyaga to'laqonli tobe emasmi? Endi hozirgi zamonda hech qaysi davlat bir davlatni to'laqonli bosib olmaydi. Hatto masalan ruslar Ukrainani olamiz deganda ham bosib olamiz demayapti. O'sha o'zlarini hukmini o'tkazishni istaydi o'shanga. O'sha ruslar ham biladi. Ukrainani olib keyin ukrainlar ularga endi bo'ysunib ketavermaydi hozir shuncha janjaldan keyin. Qanaqangi nafratlanadi. Faqat o'zini hukmini o'tkazishni istaydi. Yoki o'sha o'ziga tobe bir xoin podshohni olib kelib qo'yishni istaydi. Mana Amerika Venesuelani bosib oldi deyiladi. Mana bosib olib hozir Amerika boshqarib yotibdimi bu yerda? Yo'q. Tabiiyki saylovlar o'tkazadi, ularga o'zlariga bir prezident olib keladi. Faqat o'sha o'zlariga tobe siyosatni qo'llaydigan prezidentni olib kelishadi. Bu yerda ham shunaqa bo'ladi. Bir davlat kelib boshqa davlatni bosib olmaydi hozirgi zamonda. Odatda faqat hamma davlat o'ziga tobe bir xoinni qo'yishni istaydi o'sha yerga. Xitoy o'ziga qaram, Rossiya o'ziga qaram, Amerika o'ziga qaram bir xoinni o'sha yerga qo'yishni istaydi. Bu natijada qarabsizki, o'sha davlatni boshida turganlar yo oq eshak bo'ladi, yo qora eshak bo'ladi keyin natijada. Al-muhim nima bo'lganda ham oxir-oqibat eshak bo'ladi, ya'ni kimdir yukini ko'taradigan. Shu hozir dunyoda bo'layotgan siyosatlar. Endi to'g'ridan-to'g'ri bosib olish qachon bo'ladi u? Agar o'sha boshqa davlatlar, masalan Amerika to'g'ridan-to'g'ri borib hujum qilib bosib olayotgan bo'lsa bitta joyda, keyin tabiiyki o'sha tortib bo'lishish degandek, ular ham keyin boshqa davlatlar ham, masalan ruslar, xitoylar ochiqdan-ochiq ular ham bosib olish siyosatiga o'tadi keyin. Endi bu narsaga lekin ko'p vaqt kerak bo'ladi. Oxir-oqibat shunday bo'ladi albatta. Chunki o'zi mana qiyomatdan oldingi hadislarga qaralsa, dushmanlar xuddiki o'laksani ustiga yirtqichlar tashlangandek ustinglarga tashlanadi deganlar-ku Rasululloh. Yoki Rum masalan Shom mintaqasiga Dabiqqa kelib tushishi aytilingan. Dabiq Suriyadagi shahar. Haqiqiy bosib kelishligi zikr qilinyapti-da o'sha yerda ham mana. Yoki masalan musulmonlar Qustantiyani qaytadan fath qilinishi Dajjol chiqishdan oldin. Mana bu ham bildiradiki, o'zi musulmonlarning qo'lidan ketib qolgan bo'ladi degan yana. Unga lekin ko'p vaqt kerak bo'ladi. Ya'ni haqiqiy kofirlar kirib bosib olib musulmon yurtlarni, xuddiki mana Isroil bugun Falastinda qilayotganiga o'xshab o'shanaqangi vaziyat bo'lishligi ham bor albatta. Lekin undan avval mana bu birinchi rejani qiladi ular. Uki o'zlarini bir xoinlarni olib kelib qo'yish. Hech qachon xoin olib kelib qo'yish imkoni bo'lmay qolganda keyin oxirgi chora deb o'shanga ular keyin o'tishligi mumkin. Allohu alam.